Mashinani noodatiy ko'rinishdagidan qo'shimchasiga umuman shum, shovqini yo'q, rasxodi ham juda kamida olib minaman deganlarga Cherry Aycar 03 mashinasi 410 taligi, kraskalari top-toza 24-yil ishlab chiqarilgan. Mashinani ko'rinishiga e'tibor bersanglar, noodatiy ishlangan mashina, lekin ko'pchilikda haligi e'tiborini tortadi. Shaharda minib yursangiz, ko'pchiliklar e'tiborini tortishi tabiiy holat. Mashinani xudo xolasa kraskalari toza, kamchiligi yo'q deb aytib o'tyapti. Avtosalon tomonidan berilgan ma'lumot bo'yicha 410 km yuradi. Lekin biz O'zbekiston sharoitida realniy 350 km yurib bersa nima deysiz? Bu 100% to'xta harakatlanadi. Elektromobil hech qanaqa shovqini boshqasi yo'q. Даже zavod qilganingiz bilinmaydi mashinani. Mana qaranglar. Probeg 65 ming, hozirda 87% zaryadi bilan 350 km yuradi deb ko'rsatyapti mashina. Agar 100% bo'lsa, undan ko'proq yuradi. Kattagina o'rtada monitorlari, besporadniy zaryadchik, yuqorida katta ochiladigan panoramli lyuklari. Xo'p, mashinani xudo xolasa kamchiliklari yo'q, haydashga tayyor holatda. Narxi necha pul ekan deganlarga $19,900 so'rashyapti egalari. Xaridorlar ishbozlar bo'lsa, garmachilga nomerlar chiqarib qoldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar, layklarni bosaverasizlar, inshaalloh biz xizmatda. Nima deyapti o'zi aslida avtosalonda ancha qimmat yuklan egalari, lekin biz xudo xolasa buni obunachilarimizga yengil narxda qo'yapmiz. Haqiqatda yengil bo'lsa agar, haqiqatda arzon ekan deb kommentariy yozib qoldinglar, yaqinlarga mana shunaqa podelish qilib jo'natib qo'yinglar, inshaalloh biz xizmatda.